Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Xo'p, bugun biz sizlarga oddiygina skrinshot qilib kimgadir jo'natish kerak bo'lsa, shu skrinshot qilib jo'natishni o'rgatamiz, ko'rsatamiz. Buning uchun biz misol uchun ekranda, hop shu рабочий stol emas. Misol uchun shu yerdagi oddiy Telegram deylik. Shu Telegramdagi shu suratimizni kimgadir skrinshot qilib jo'natishimiz kerak. Buning uchun biz klaviaturadan Windows Shift S tugmasini teng bosamiz. Ekranimiz qoraydi. E'tibor bering, tepada shu narsa chiqishi kerak. Va biz kerakli bo'lgan joyda mana kesib olamiz. Va Telegramdan kimgadir hop Ctrl V tugmasi bilan mana Ctrl V tugmasi bilan tashlaymiz. Va Enter bosamiz. Ketdi. Hop, yana bir usuli bor. Bu oddiygina hop Windows 10 bo'lsa, mana shu o'chakdagi panelimizdan chiqadi. Mana fragment ekrani. Shu tugmani bossak ham xuddi shu narsa, mana e'tibor beramiz tepadagi shu narsaga. Hop, yana xohlagan joyimizni kesib olib, yana shu joyga Telegramga Ctrl V bilan tashlaymiz. Shu ikkala usuldan bemalol foydalansak bo'ladi.